Assalomu alaykum og'aylar, mana bugun mana mashinani kecha kelgan, buni ham remontini qildik. To'liq kapitalniy обслуживание bo'ldi. Bunda ko'proq tremblyor bilan klapanda problema bo'lgan. Svichalarda tokchachib yuborgan bir tomoni. Mana shu klapanda aybidan, klapanda bir tomoni qisilgan ekan. Uchoq klapan ham bir tomoni, glушитель tomon qisilgan ekan. Tremblyor o'qam, pachibnik ham qatib qoldi. Sentrobejniy gruzilar ikkovsini ham настройкалari ketib qolgan, ikkov gruzit ekan. Endi bu holda karbyurator обновление bo'ldi, bir qator xo'p, suv sirkulyatsiyalarini to'g'riladik, svichalarni yangiladik, skraplarni tortdik, benzin rasxodni o'lchadik. Og'aylar, o'lchasak 100 ga qisqasi 1 litr benzin 24 kilometr yurdi. Og'aylar, u degani 4 litr 200 ishdi 100 ga. 4 litr 200 ishdi mana shu mashina, mana 4 100 kilometrga 4 litr 200 gram. Qanday ishlayapti mashina mana? Tiniq, kapitalniy remont mana shu. Kapitalniy remontdan keyin mana chichat deyolamiz. Xudo olsa mana o'lchab, o'zimiz ishimizga o'zimiz ubedиться qilgani, atay o'lchadik. Minib ko'rib o'lchab 4 litr 200 bo'ldi.